Tez kirlaring bu tezroq vaqtni olishma. Kiryapmiz-ku brat, mana kiryapmiz. Bo'ldi, hammang hozir kirdingmi? Bo'ldi, hozir qarab tur. Yaramaslar, yaxshi bulardan qutulyapman. Agar birorta chiqadigan bo'lsang, peshonangdan darcha ochaman-da, ichiga kirib yotaman. Tushundingmi? Asabimga tegishma. Asab berdiki emas, chet eldan olib kelganman. Ketdim, qo'yganlarni mixtirib kelay, ularni olib kelib qamayman shu yerga. Xo'sh, polizda ishlashim kerak edi-yu, ammo mayli bugun ishlamay qo'ya qolay desam, lekin hosillar juda ham yaxshi pishgan, ishlamasa bo'lmaydi. Hali vaqt ancha bor, soat 7 bo'lyapti endi. Atak ishlaganim yaxshi, chunki atrofini o'rab qo'yibman, jetlar ololmaydi-yu, lekin baribir ishlash kerak. Voy, nima kirib bo'lmaydi bu yerdan? Mana kirdim. Tak, bizga ketmon kerak bo'ladi. Ketmon dasti, dahshat takoy bo'lib turibdi. Aytgancha barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana Joha va sizlar meni yangi kanalimdagi yangi videodasiz. Albatta kanalga tez obuna bo'linglar, chunki zo'r videolar chiqib boradi. Albatta videoga like ham bosinglar. Xullas, sizlardan bitta iltimosim bor. Bilasizlar, asosiy kanalim bor, Joha Uz 75 degan. O'sha kanalimga 10 mingtaga ozgina qoldi, o'shani 10 mingta qilib qo'yaylik. Davayt o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Men esa qishloqdagi sarguzashtlarni davom ettiraman. Eshikka yangi eshik qo'ydim. Ya'ni eshikka eshik qanday qo'yish mumkin desanglar, bu yerda oldin reshotka eshik edi. Esinglardami? Nimaga bu yerda devorlarni qilib tashlabsan, Joha desanglar, to'xtab turinglar-da, men telefon kelib gaplashib olay. Tak, telefon. Alo, eshitaman. Joha, qayerdasan? Uyimdaman har doimgiday. Senga bitta ish bor, tez kel. Bo'pti, hozir boraman. Bo'pti, tezlash. Mayli. Tak, menga qanaqadir har doimgidek ish bor deyapti. Mayli, avval pozimni eshittirib olishim kerak. Nima deyotgandim? Atrofini nimaga devor qilib chiqding desam, desanglar agar desang deb uzr kechirasizlar, ming bora yalinib yolvorib so'raymaslardan. Tak, xullas jetlar bilasizlar, kelib polizimga ko'zalaytiraverdi. O'shandan keyin yopib tashladim onasini desin. Bitta yangilik bor, qarochi. Qishloqda bilasizlar, galemlar yurgandi. Galemlar yo'q qoldi hozir. Ularni o'ldirib tashladim onasini desin. Hammasini yo'q qilib yubordim. Ana endi bemalol jetlarni basharasiga uraman, oyog'iga uraman, beliga uraman, qizig'i yo'q. Hech qanaqa galem menga tegolmaydi. Mazza, menga mazza. Qani zo'ringni chaqir, zo'r galemingni chaqir, kuchi yetmaydi menga, qarochi. Любой kesin, opmi? Qaroshdek bo'ldi. Unaqa maqtanib yorish kerak emas. Polizda ishlash uchun kelgandim o'zi aslida. Polizda ishlay qolaylik, sabzilarni yig'ishtiramiz. Sabzilar bugun normal hosil beribdi. Ko'ryapsizlar, hammasi cho'tki hosil beryapti o'zi. Aynan sabzi yoki boshqasi emas, hammasi cho'tki mazza menga mazza, chunki buncha hosil yig'ishtirib olish bomba bo'ladi. Aytgancha bilasizlarmi, 100-qishloqqa ko'chib kelganimdan beri biror marta ham hali merga soliq olib borib bermabman ekan, eslab qarasam. Atak bugun 6-hosilda olyapman. Bugun soliq berishim kerak. O'sha soliqlarni hozir aytib beraman birdaniga. Mer qanaqadir ish buyuradi, o'sha ishni ham qilib kelaman atang birdaniga. Okey, yaxshi. Sabzilarni ham ekib chiqsam tez. Ishlarim juda ham ko'p qishloqda, to'g'risi, chunki qishloqda yashagandan keyin shunday bo'ladi. Yaqinda shaharga ketyapman, sizlarga aytib qo'yay. U shaharga borganimda videosi albatta asosiy kanalda, ya'ni Joha Uz 75 degan kanalda chiqadi. Bundan ko'ra olmayapsanmi? Bir joying kuyib ketyaptimi? Kolget yo'qmi? Kolget bor, uyimda vaqt olib chiqish kerak. Bo'ldi, undan kerak emas, borib suvga o'tirib olaman. Bor, suvga o'tirsang, kuygani qoladi. Tak, men esa merdiyoniga borishim kerak. Hozir bitta ketmonni tashlab olay, chunki soliqlarni qo'limda olib boraman. Tak, qo'yamiz, все normal. Endi tak merdiyoniga borishimiz kerak. Stop, bu bratan kim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima kerak senga? Qo'lingizda qurolmi? Yo'q, qurol emas. Aldamang, qo'lingizda qurol turganda. Qanaqa qurol? Aldaysan-ku, bomijimsan, kimsan ey? Aldayotganim yo'q, bu o'yinchoq qurol. To'g'ri, mayli. Nima kelganing o'zi? Prosta qishloqda aylanib yurgandim. Mayli, lekin bu juda g'alati. Kim ekan bu? Nima qilmoqchi bu? Kompyuterxonaga qarayapti. O'g'irlik qilmoqchimi? Boboy ekan. Assalomu alaykum. O'tib ketdi, tushunmadim. Nima qilmoqchi bu, bratan? Voy, jinnimi? Meni ko'ryaptimi, yo'qmi? Qayoqqa ketdi? Mayli, merdiyoniga boraylik. Atak bu bratanni birinchi marta ko'rib turibman. Qayerdan kelib qoldi bu? Nima qilib yuribdi, bilmadim. Xo'sh, janob mer qani edi? Assalomu alaykum, janob mer. Va alaykum assalom, ke Joha. Keldim. Qanaqadir ish bor degandingiz, o'sha ish bo'yicha keldim. Ish bor. Tak, undan oldin to'xtang, men soliq olib kelgandim. Men shu yerga joylashtiraman, adashmasam soliqlarni. Tak. Bir marta kechikdik-ku, 6-marta hosil olishi, 5 martaga bir marta berishi kerak edi.
Bir marta endi kechirib qo'ying, maylimi? Bo'ldi, keyingi marta takrorlanadigan bo'lsa, har 3 taga beradigan qilib qo'yaman. Tushundingmi? Bo'ldi, uzr kechirasiz. Qanaqadir ish buyurmoqchi edingiz, ana endi ishni gapiringchi. Xullas, uyimni orqasida bilasan bilmayman, g'usulxona bor, ya'ni chiqindi xona. O'shani chiroyli qilib atrofini o'rab, darbadarroq odam basharasimoq qilish kerak. Mayli, qilaman. Bo'pti, tezlash. Faqat tezroq qilish kerak, chunki komissiya kelishi mumkin shahardan. O'shalar kelishiga zo'r qilib qo'ymasak bo'lmaydi. Bo'pti, mayli, hozir qilishni boshlayman. Komissiya bu yerga ham komissiya keladi. Hamma yoqda komissiya bosib ketyapti. Hayronman boru. Tak, mayli, komissiyani ham o'zini ishida tekshirish. Mana mototsiklni olib ketmadi, zanglab ketganini qaranglar. Bu bratan qayerga ketdiki, men tushunmayapman bu bratanga. Mayli. Tak, ana endi nima qilmoqchi edim? Toporimni olaman bu yerdan. Все, bo'ldi, normal. Boshqa atrofini o'rab chiq dedi. Atrofini o'rashga faqat toporni o'zi yetadi-yu, atak tosh ham qo'yish kerak ayrim joylariga. O'shaning uchun kirkani ham olib olishga majburman. Oho, yaxshi. Ana endi esa voy, nima qildim? Okey, yaxshi. Tak, ana endi nima edi? Karushdek bor daraxt bilan tosh olib kelish kerak. Daraxtdan zabor yasaymanda, atrofini o'rab chiqaman. Toshni esa tagiga qo'yib chiqaman. Tagi toshdan bo'lgandan keyin musorlar hech qanaqangi zarar keltirmaydi hech kimga. Nimaga shu narsalarni olsam inventarimga tushmasdan orqa inventariga tushib qolyapti? Men shunga umuman tushunmayapman ham, hayron qolyapman ham. Xullas, dahshat bo'lib ketyapti. Nimaga bunaqa bo'layotganini umuman tushunarsiz. Xo'p, mayli. Qachonlardir tushunib qolarman. Hozir esa bloklarni tezroq yig'ishtirib olsam yaxshi ish bo'lar edi. Tak, 17 ta, 18 ta, 19 ta, 20 ta, 21 ta, 22 ta menimcha chotga yetadi. Ana endi qayerdan chiqdim? Mana bu yerdan chiqdim deyapman. Tushdim deganim, qayerdan tushdim demoqchi edim. Tak, uzoqroqdan daraxt olish kerak, chunki bilasizlar, ekologiya bu juda ham nozik narsa. Tez yo'q bo'lib ketishi mumkin. Tez yo'q bo'lib ketsa dabdala bo'lib ketadi. Xo'sh, ana endi yana bitta daraxt kesib olsak, menimcha yetadi. Yetmasa ham uzoq emas, kelib sirasi olib ketsam bo'ladi. Okey, yaxshi. Xo'p, bo'ldi, ketgan endi. Hop dema. Nimaga yo'qda. Qo'shiq aytmoqchi edim, qo'shiqni ham buzib yubordim. Mayli. Okey. Voy, belkurak ham kerak-ku bizga. Belkurakni olib kelamiz borib. Xo'sh. Tan. Hop, tez yurish kerak, tez. Вообще sekin yurayapman. Bu yurishimda agar kim ana eng tez yuguradigan odamning ismi kim edi? William Boltmi? Qanaqadir o'sha yuguruvchi odam bor, o'sha ko'rgandami, nima deb o'ylardi, bilasizlarmi? Voy, mo'rchami bu deb o'ylardi. Mo'rcha, ya'ni chumoli. Endi sizlarda mo'rchani nima deydi bizda? Ya'ni chumolni sizlarda nima deydi? Bizda mo'rcha deydi. Xo'sh, endi hammada har xil sheva bilasizlar. Bu shevani nima desam ekan, taqqoslab chiqadigan bo'lsak, ko'p narsani ma'nosi ko'p narsaga ketib qolishi mumkin. Sizlarda misol uchun qochib tur degan nima degani? Qochib tur degani. Bor uzoqroqda o'yna degan nima degani? Tur yo'qol degan nima degani? O'shalarni yozinglar chiqani, sinab ko'ramiz kimda chiroyliroq aytilar ekan. Qoch, basharangga oyog'im, qoch, hozir o'ldirib qo'yaman, keyin yig'lab yurasan. O'ldirganding meni deb, o'ldirganimniki qanday yig'laysan? Uni tushunmadim, lekin voy, nima, kompyuterim qotdi. Tushunmadim, qotadigan narsa qilayotganim yo'q. Xo'p, mayli. Tuzalsa yaxshi bo'lib ketadi atak. Xo'sh, ana endi verstakchani mana bu yerga qo'yamiz. Ana endi esa hammasini cho'pga aylantirmaymiz, yarmini cho'pga aylantiramiz. Chunki yarmi cho'p bo'lishi kerak. Qanday qilinardi? Buni yarmini olamizda, yarmini bu yoqqa, yarmini bu yoqqa. Bu yerga 1 2 3 4 5 ta qo'yib turib hamma. Obbo, eshib qo'yarpan hammasini. Mayli, nima ham derdim. Yarmini bu yoqqa, yarmini bu yoqqa qo'yib turib, buni shunday qo'yib yuboraylik. Tak, okey. Yobbo, yetmaydi-ku, nima qildim? Adashib ketdim. Eshikasi boribman hammasiga. Mayli, bir amallaymiz endi. Atrofini polni o'rash shart emas o. Mana shunaqa qilib qo'ysak ham takoy turadi-ku, qaranglar. Zo'rmi, Dahshat turibdi-ku. Xo'p, mayli, hozir borib yana daraxt olib kelish kerak. Undan oldin uyimga borib kelay. Tak, anamni ketmomni olib kelishim kerak. Jetel, nima gap? Yo'lda o'rtasida turib olgansan. Meni o'g'limni o'g'irlab ketishdi. O'g'lingni? Ha, o'g'limni o'g'irlab ketdi. Kim qayerga o'g'irlab ketdi? Ana u qishloqda chap tomonidagi tepalik bor-ku. Bor. O'sha tomonga bitta boboy, kiyimsiz boboy o'g'irlab ketdi.
Serios. Da, serios, o'shani yordam ber, iltimos, o'g'limni qutqar. Bo'ldi, hozir qutqaramiz. Всё, нормально. Hozir qutqarib kelamiz. Tak, o'sha boboy o'zi g'alati ko'rinib turgandi meni ko'zimga ham. Demak, u o'g'ri ekan, odam o'g'risi. Qaranglar. Obbo, yaramas, hozir mendan ko'radi. Tak, mana bu narsalarni qo'yib turay pak qo'limdan. Tak, okey. Ana endi qurolni olish kerak, chunki qurol bilan Zaynab nima dedim, so'kinib yubordimmi? Kechirasizlar, uzr. O'shani короче yo'q qilmasak bo'lmaydi. O'g'rivachchacha nima qilyapti? Bizning qishlog'imizdagi odamlarni o'g'irlab nima qul qilmoqchi? Vatta, bu qanday bino? To'xtanglar, hozir bildirmasdan bor hujum qilish kerak. Qayerdan borsam bo'ladi? Pastlikdan, sekin pastlikdan yashirinib borish kerak-da. To'satdan tutib olish kerak yaramasni. Tak, hozir to'satdan tutib olamiz, qarab turinglar. Tak, va mana jitellar qamayapti. Chekkaroqdan borish kerak, chunki tattalab ketishi mumkin. Tak, qurolimda o'q bor ekan. O'q yo'q ekan, to'xtanglar. Obbo, o'qlash kerak. O'qlan tez, o'qlan. O'qlan tez. Ya, o'q yo'q. Voy, menga qara. Seni qo'lim bilan urib o'ldiramanmi deymanda. Voy, yaramas. Nima qilyapsan? O'lib qoldimi? Ikki mushuk o'ldimi? O'zi qariya edi, esladim. Voy, yaramas, qariya o'ldi. Bo'ldi, qariyani o'ldirdimi, ammo eshik ochiq, jetellar qochib ketibdi shekilli. Hozir ko'ramiz yana har ehtimolga qarshi. Da, rostdan ham jetellar qochibdi. Ularni men qutqarishga kelgandim, ular o'zini o'zi qutqarib sira surib yoribdi. Aqlli-da, o'shanaqa aqlli bo'lish kerak. Tak, ana bratandi o'g'li ham uyiga borgan bo'lsa bo'ldi, bolasi, o'g'limi, qizimmi, bolam dedi-yu. Endi o'g'il bo'ladimi, qiz bo'ladimi, bolam deganini bilmadim. Xullas, hozir ana musulxonani zaborlarini qo'yib chiqishim kerak, ammo o'sha kech bo'ldi-da. Uxlamasak ham bo'lmaydigan vaziyat bo'lyapti. Voy, nimaga mana qurolni o'qi yo'q, men tushunmayman. Bunda bormikan? Bunda bor ekan. Buni olib bormabman, qaytam. Okey, yaxshi. Bilganimga mana shu qurolni olib borardim. Mayli, keyingi marta olib boraman endi.